بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 221 bob xalq yirtiq bobi debdi. 475 hadis Oysha onamizdan eshitgan ekanlar birlar. Oysha onamiz aytdilarki, kuntu ala ba'irin fihi su'uba faja'altu adribuhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Bu hadis qisman avvalda ham o'tdi. Oysha onamiz aytadilarki, bir sarkash tuyaga mingan edim, uni ura boshladim. O'shanda Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga aytdiki, sen muloyimlikni o'zingga lozim tutgin, chunki muloyimlik qaysi bir narsada bo'lsa, uning uchun albatta ziynat bo'ladi. O'sha muloyimlik va qaysi bir narsadan sug'urib olingan bo'lsa, o'shini sug'urib olinishi unga nuqson bo'ladi, kamchilik bo'ladi debdilar. 476-hadis Abi Nuzra degan kishidan rivoyat qilinyapti. Qala rajulun minna yuqalu lahu Jabirun aw Juwaybir. Talabtu hajatan ila Umar fi khilafatihi fantahaytu ila al-Madinati laylan faghadawtu ilayhi wa qad utitu fatinatan wa lisanan فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوي شيئا وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا وهل تدري ما الدنيا إن الدنيا فيها بلاغنا أو زادنا في الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة قال فأخذ في الدنيا رجل أو أعلم بها مني فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي إلى جنبك قال سيد المسلمين أبي بن كعب. Bizi ichimizda dedilar bir Jabir yoki Juwaybir degan odam bor edi. O'sha aytdiki, Hazrati Umar xalifalik vaqtida u odamga bir ishim tushib, oldilariga bordim. Madina-i Munavvaraga kechasi kirib bordim. U yerda tunab, ertalab bo'lganda Umarning oldiga kirdim. Ma'na deydi, fahm farosatim ham durust edi, tilim ham tuzukkina bor edi. Kirib, uni oldida dunyoni shunday haqir qilib yerga urib gapirdim deydi. Mani gapimdan so'ng dunyo hech narsaga arzimaydigan bir narsaga aylanib qoldi. Shunaqa qattiq gapirdim. Umarning yonida bir soch soqoli, kiyimlari oppoq odam o'tirar edi. Men gapirib bo'lganimdan keyin haligi odam menga qarab, hamma gaping yaxshi bo'ldi-yu, ammo dunyoni so'kkaning yomon bo'ldi. Yaxshi bo'lmadi. Dunyo nimaligini o'z bilasanmi sen? Shu dunyodan biz oxiratga zodi rohila olamiz axir. Dunyo bo'lmasa qayerga borasan oxiratga? Mana shu dunyoda biz oxiratda oladigan mukofotini oladigan amallarni shu dunyoda qilamiz axir. Deb u dunyoni shunday bir maqtab ketdiki, men hayron bo'lib qoldim deydi. Keyin Hazrati Umarga qarab, ey mo'minlarning amiri, yoningizdagi odam kim dedim. Bu musulmonlarning sayyidi Ubay ibn Ka'b dedilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu nihoyatda olim sahobalardan bo'lgan, eng buyuk qori sahobalardan bo'lgan. Mana ilmlarini mana shu suhbatda ham ko'rsatgan ekanlar. Yoshlari ham ulug' bo'lgan ekan. Mana bu yerdan ko'rinib turibdiki, demak, dunyoni unaqa so'kish, boshqa qilishni o'rniga dunyoni 477-hadis Bara ibn Azib radhiyallohu anhu dan qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-ashiratu sharrun. Bu yerda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'ta dunyoga berilish, aridaqa hirs qo'yish ma'nosi bu yomonlikdir debdilar. Mana shu narsadan ham demak biz ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan.